Assalomu alaykum ahli mo'min musulmon, ahli Xudoyberdiyev, ahli Qo'qimboy, ahli Rakasovskiy, Navbahor mahallalari. Biz mana hozir Xudo xolasa bir yangilik ustida turibmiz. Inshaalloh Xudoyberdiyev qishlog'i Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'inini oldida yangi o'quv maskani ochildi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha barcha yoshdagi shu o'qishga kiraman yoki bolamni o'qishga tayyorlayman, maktabga tayyorlov kurslari, matematika, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, yana qolaversa hozir men sizga nimalarni ham video davomida suratlarni ham qo'yaman. Bu yerda o'qishga kirish uchun hamma yo'nalishda shu yerda sertifikatlar, shu yerda kafolatlar, shu yerda o'qish binolari. Xudo xolasa mana inshaalloh bugun ertadan ishni boshlashadi. Manzil Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini. Mana shu joy. Bu yerda bilganlar, taniganlar bor. Albatta kelasizlar. Shu yerda hozirda 4 ta xona bor. 4 ta xonada albatta eng oliy toifali hozirgi kunda qo'lida tahsil olgan insonlarni, bolalari 90%, 99% o'qishga kirayotgan o'qituvchilarimiz, malakali ustozlarimiz, bunday nima deydi, qishloqchasiga aytganda professor darajasiga yetgan insonlar, navuklar mana shu yerda Xudo xolasa sizlarga va sizni bolalaringizga mana shu yerda tahsil beradi. Bu tahsil nimasini hozir sizlarga aytaman. Xo'sh, bolalaringizni maktabga tayyorlov, prezident maktablariga tayyorlov kurslari, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflar oliy o'quv yurtlariga topshirish uchun imtihonda qatnashadigan har bitta fanlarni mana shu yerda sertifikatlarini, mana shu yerda kafolatlarini olasizlar. Xo'sh, 1-chi sinfdan 4-chi sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni hammasini shu yerda yana oliy darajadagi ustozlar inshaalloh tarbiyalab mana shu yerda istagan joyingizga o'qishga kirishlariga kafolatlashadi inshaalloh. Sizlar birodarlar albatta kelinglar. Qolgan sizlarga to'liq ma'lumotlarni shu yerdagi ustozlar, qaysi fanni istasangiz yoki universal hamma fan bilan qatnashamiz desangiz, kelib shu yerga o'zingizni yozdirib, shu yerda nimalar bor, yozib kim qaysi fanga, qaysi yoshdan qaysi nimaga tayyorlov kursiga beradigan sizlar farzandlaringlarni kelib albatta qatnashishinglar, yozdirishinglar mumkin. Eng yaxshisi meni fikrim bo'yicha 3 oylik kanikulda bolangiz nima deydi, o'yin qaroq bo'lib yoki ko'chada bekorga vaqtini sarflab mana shu yerda nima qilib yurmaydi. Kelib nima deydi, ilmini olib inshaalloh mana shu yerda eng yaxshi mutaxassislardan ta'lim olib, eng yaxshi insonlar bo'lib yetishadi. Albatta bizning qishlog'imizdan yaxshi insonlar yetishib, bir oliy darajadagi, oliy ma'lumotli insonlar ko'paysa, albatta sizga ham, bizga ham, kelajak avlodlarga ham hammaga yetarli bir manfaatli bo'ladi. Shu uchun beshikdan to qabrigacha ilm izlab deyildi. Shu uchun harakat qilishimiz kerak. Mana shu Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini markaziga kelib, shu yerga uchrashsangiz, mana shu oldingi Kamolxon aka rahmatligi do'konlarini nimasida ochilgan shu qoshida. Albatta kelinglar. Qolgan ma'lumotlarni shu yerda yana batafsil sizlarga to'liq holatda beramiz. Men hozir yana nimalarini tashab qo'yaman. Xudo xolasa video davomida ko'rasizlar. Albatta kelinglar. Bu yangilikning bombasi.